Pyaterka magazinlaridamiz. Pyaterka magazinlaridan mana окончательный уже xurmolarimiz siqib chiqarildi. Ancha oldin ko'rsatar edim. Boshqa saytlardan ham ko'pidan chiqib ketdi dedim va mana o'sha Pyaterkalar ham Xitoy xurmosiga o'tgan. Bu ham bizda o'sha o'zib ustimizda ishlamaganimiz, bejirim qadoqlarimiz yo'qligi, sifat yo'qligi, aldov, o'qlov natijalari. Uzumlar ham mana Xitoydagi 439 rubldan. Bu yoqda yana mana uzumlar. Mana qora uzumlar 429 rubldan, bular 400 rubldan. Bu kishmishlar bor, mana kishmishlar. Hali pishmaganligi shunda ham ko'rinib turibdi, lekin 400 rubldan salagan 400 rubldan bular sotilyapti. Mana mazasini ham ko'ramiz. G'o'rada hali pishganda ham mazasi yo'qda baribir. Bizda qora kishmishlar bor-ku, toifa uzumlarimiz bor-ku, buni oldida yer bilan osmonday gap. Akalar, dehqonlar, savdogarlar, eksportchilar, qabulxona egalari, o'zimizga kelaylik. Qaranglar. Bu mevalarni oldida biznikilarni kattalarimiz aytmoqchi, o'pib toshchaga olib qo'yadiganda, shuni qadriga yetmayapmiz-da.